Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Oltiariq tumani Hamza shaharchasida joylashgan Eko Mebel Uz korxonasiga keldik. Ya'ni bu yerda ishlab chiqariladigan mebellarni bugun sizlarga obzorini qilib chiqamiz. Ushbu mebellar ratan mahsulotidan yasalgan bo'lib, ushbu korxona rahbari Shoruh Bey bilan bugun obzor qilib o'tamiz. Shoruh Bey, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Xudo xolasa Shoruh Bey sizlarga bugun shu barcha turdagi ratan mebellarini, mahsulotlarini nimadan yasalgan, buni ichidagi temiri qalinligi qanaqa, shu oddiy xalqqa yoqadigan darajada mebellarni tushuntirib obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, Shoruh Bey, bu asosan qayerdan keladi mahsulotlar? Asosan bu mahsulotlar ratan yarim chala holatda Xitoydan keladi. Xitoydan keladi, o'zimizda stanoklarda ishlab chiqarishadi. Mutlimoy rulonda Xitoydan kelmaydi bular. Chala holatda keladi, o'zimiz ishlab chiqarishadi. Xo'p, buni endi yasashda apparat qiladimi yoki buni ruchnoy qo'lda qilasizlarmi? Yo'q, buni hammasi qo'l mehnati. Qo'l mehnatida to'qiladi hammasi. Endi asosan bularningizni narx tomondan gaplashib o'tsak, xo'p, narxlari aytaylik, bu hozir necha razmer? 80 ga 180 razmer, 8 kishiligi. 80 ga, ya'ni endi 80, uzunligi 180. 180. Bu 8 kishiligi. Bularning narxi qanchadan? Bularning narxi 3.700.000 so'm. 3.700.000 so'm. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida ekan, azizlar. Xo'p, endi bularda rangida qarang, necha xil rangi bor shu narsani? Bularni 10 xilgacha rangi bor. 10 xil rangi bor. Ya'ni u ranglari cho'kov, bu singari, ya'ni oq, seri, mokriy asfalt ranglari, qizil, yashil, har xil ranglardan bor. Kimda tabiga qarab tayyorlab beraveramiz. Tayyorlab beraverasizlar. Endi rangiga qaraganda narx o'zgaradimi yoki bir xil bo'ladimi? O'sha 3.700.000 bo'ladimi 8 taligi? O'sha narxida qoladi. Ranglarida narxi o'zgarmaydi umuman. Ranglarda narxi o'zgarmaydi. Azizlar, rangida narxi o'zgarmas ekan, sizni didingizga moslab turib o'sha ranglarni qilib berishadi. Ya'ni cho'ko deysizmi, oq deysizmi, mokriy asfalt deysizmi? Mana bu yerda jigar rang, ya'ni o'sha korishniy ranglarimiz ham bor ekan. Xo'p, endi bu 4 kishiliklarimiz qanchadan, nech puldan turadi bular? Bular 1.900.000 so'm narxi. 1.900.000. Bular ham o'sha dastavkalari ichida. Ya'ni azizlar, bu 4 kishiligimizni, ya'ni o'sha marojnoxonalarimizga, aytaylik, o'sha kafe yoki bir barlarimizga o'sha tashqi turgan holatlarda qo'yishlaring mumkin, ya'ni o'sha ishlatishlaring mumkin ekan. Juda ham sifati ham yaxshi. Aytaylik, bu qishda, yozda, mana aytaylik qaysidir ishlab chiqaruvchilar, ya'ni o'sha xizmat ko'rsatuvchilar asosan mana qish kunlarida ham ishlatishadi. Misol uchun, qish kunlarida bardoshlari qanaqa endi buni? Xo'p, buni chidamliligi yomg'irga, suvga, qorga, hamma narsaga chidamli. Chang bo'lib ketsa, loy bo'lsa, yuvib, karchilab yuvorsa, bo'laveradi, hech narsa qilmaydi. Ichlari kraska bo'ladi, misol kimdir temiri zanglab ketishi mumkin, unaqa deb so'rashadi. Kraska bo'ladi ichlari, zanglamaydi. 10 yil, 15 yil xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. Xizmatini qiladi, yaxshi. Endi bu yerda mana bu fasonimiz ham bor ekan, ya'ni o'sha birlashtirilgan holat. Bu yerga ham adashmasam 8 ta odam bemalol sig'sa kerak. 8 ta, endi vazniga qarab turib 6 ta sig'ishi mumkin bo'ladi. Xo'p, buni materiali qanaqa? Misol, menga farq qilyapti. U bilan buni materiali bir xilmi yoki boshqa? Bir xil material. Hammasi bitta stanokdan chiqadi. Bitta stanokdan chiqadi. Qalinligi, yuqaligi hamma yo'q, bir xil bo'ladi ular. Bir xil bo'ladi. Xo'p, bunisida hozir oynasi yo'q ekan, do'stlar. Oynalari ham bir xil bo'ladi. Ya'ni bu oyna hozir nima deb nomlanadi bu oyna? Bu sinadimi? Aytaylik, uyda yosh bola bo'lishi mumkin, tosh bilan urishi mumkin yoki ustiga chiqishi mumkin. Xo'p, bu oynalarimiz qora oyna, o'zi ikki xil bo'ladi, yo'dli, qora bo'ladi. Kalyoniy oyna bo'ladi. Sinmaydigan. Chidamliligi baquvvat, bemalol odam ko'taradi, ustiga chiqsa, ko'p odam piyolani qo'ysa yoki choyni qo'ysa sinib ketmaydi, bunaqa deyishadi. Unaqa oyna emas. Bemalol o'sha 70, 80, 100 kilogacha. 100 kilogacha ko'taradi deb o'ylaysizmi? Ko'taradi. Hozir odam ikki kishini hozir chaqiramiz ko'chadan, xolis chiqsinchi ko'taradimi yo'qmi bilib olamiz. Hozir mana ko'chadan ikki kishini aytdim, xolis o'sha chiqib ko'rishadi bolalar. Chiqib ko'rishadi va o'sha vaznini bilamiz. Kelinglar, bolalar, iltimos, shunga bitta chiqib beringlar sizni.
akalaring shuni bemalol 100 kiloni ko'taradi deyishyapti. Bir o'zlaring chiqib, bir maylimi chiqib bersalaring, sinadimi yoki kalanimi o'ynab bilib sinab ko'ramiz. Chiqinglarchi. Chiqib ko'ringlarchi. Mana azizlar ko'rishimiz mumkin. Uylaringda agar bolalaring sho'x bo'ladigan bo'lsa, mana ustiga chiqadigan bo'lsa, sinish sinmasligini mana. Uka necha kilosiz siz? 50 kilo. Sizchi? 40 kilo. Demak, mana o'sha 90 kilo ekan. Chiqoring, o'rtasiga ham bitta yuringlarchi. Mana, yaqinroq kelavering. Ya'ni oyna sinmas ekan. Misol bolalar sho'x bo'ladigan bo'lsa, chiqadigan bo'lsa ham mana bemalol pishiq jihatdan, ya'ni sifat jihatdan sinmaydi. Joylaringni almashtiringlarchi, yuringlarchi. Mana sinmayapti. Ya'ni sifat darajasi bemalol yaxshi. Bular o'zlaridan qo'rqyapti. Rahmat bolalar. Mana xolis ko'chadan aytdik, chiqishdi. Ya'ni sifat darajasi yaxshi, ya'ni sinmaydi. Bu endi misol yomg'ir yog'adi, qor yog'adi, ustiga tushsa ham nima sifatiga ta'siri yo'q buni. Ta'sir qilmaydi u. Ta'sir qilmaydi. Yana bitta gap aka, quyoshda ko'p aytishadi, ranglari o'zgarib ketmaydi, oqarib, oqshaydi deydi. Umuman quyoshda umuman rangi o'zgarmaydi bular. Quyosh ta'sir qilmaydi. Rangiga. Rangiga. O'tirish ham juda ham qulay ekan, zo'r ekan, menga yoqdi. Ayniqsa bu bel taraflaringizni yaxshi qattiq ushar ekan. Aytaylik, mana shu uyda, mana chiroyli uyingizga olib kelib qo'yib, bir do'stlarni chaqirib, yaqin qarindoshlarni chaqirib, mana shunday chiroyli qilib o'rnatib, bir shashlik qilib, choy qilib, xo'rlik qilib o'tirsalar ham bo'ladi. Yonlarida bunaqa bog' bo'lsa, yana ham chiroyli ochadi, zo'r ochar ekan. Havas qildik, sizlarga ham olishlaringni tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Narxlarimiz, xo'p, bu 3 million 700 ming. 3 million 700 ming, 3 million 700 ming 8 kishilik ekan. 4 kishilik yana bir bor aytib o'tamiz. 4 kishiligimiz 1 million 900 ming. 1 million 900 ming so'm ekan. Dastavkalari o'zini ichida yetkazib berishadi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, bu qancha endi? Xo'p, buni ham o'sha 3 million 700 ming qilib beramiz. 3 million 700 ming. Bu ham o'sha 8 kishilik sig'adigan ratan stollarimizdan biri hisoblanadi. Buning ustiga endi hozir oynasini qo'yib berishadi, chiroyli qilib. Hozir bu zakaz qilishibdi. Oynasi ham qo'yib chiroyli qilib oynalarini qo'yib berishadi. Ha, aytmoqchi, Oltiariqda, ya'ni o'sha Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ishlab chiqaruvchimiz, ya'ni Eko Mebel Uz korxonasining rahbari Shoruxbek bo'ladi. Kimda agar sizlarda shu mebellarga bir ehtiyoj bo'lsa, ulgurchi zakaz qilsalaring ham bo'ladi. Ya'ni Voha tomonga, Vodiy tomonga, endi o'zimiz Vodiydamiz, bemalol zakaz qilsalaring bo'laveradi. Chet elga ham, Qirg'izistonga ham, Qozog'istonga ham o'zimiz chiqarib beryapmiz bu mahsulotlarni. Xo'p, endi bunga keladigan bo'lsak, ya'ni bu kacheliyamiz ekan, ajoyib turdagi. Xo'p, bu kacheliyamiz necha kishilik bu? Bu 2 kishilik ekan, adashmasam, 2 kishilik. Bu necha kilogacha ko'taradi? Bu 250 kilogacha ko'taraveradi. 250 kilogacha ko'taradi. Bemalol azizlar, mana sheriklaring bilan o'tirsalaring bo'ladi. Kechki salqinda choy ichib, choyda damlab olib, mana juda ham yaxshi ekan. Ya'ni o'sha bolalarga ham uyda bemalol o'tirsa bo'lar ekan. Xo'p, buni ham sifati bular bilan bir xil. Bir xil. Oqi ham, jigarrangi ham hammasi bir xil. Ranglari, har xillari bor. Ranglari bor. Xo'p, endi bu yomg'ir yog'adigan bo'lsa, aytaylik, bu temirlari zanglaydimi, zanglamadimi? Yo'q, temirlari zanglamaydi. Bularni kraskasi bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, parashkovoy bo'ladi. Parashkovoy. Ishlab chiqaruvchilar yaxshi biladi. Parashkovoy kraskalar eng zo'ri bo'ladi. Mana zanglamaydi ham, boshqa ham bo'lmaydi. Shilinmaydi ham bular. Qirilmaydi ham. Qirilmaydi, shilinmaydi. Bemalol mana 45 gradus aylantirsalaring bo'laverar ekan, azizlar, mana bemalol. Agar bu past deydigan bo'lsalaring, tepaga ko'tarish kerak bo'lsa, mana bu yerda endi zanjirlarni mana 2 ta 3 ta qilib tepaga ko'tarsalaring ham bo'laveradi. Bu kachelar singari nima bo'laveradi? Baland-past bo'laveradi. Og'irligiga qarab, vaznga qarab. Xo'p, buni narxi necha bo'ldi? Bularning narxi 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming. Demak, 2 kishiligimiz, markachilarimiz 2 million 200 mingdan ekan. Dastavkalari ichida O'zbekiston bo'ylab bepul. Xo'p, yaxshi. Endi buni bir kishiliklari bormi? Ha, bor, bir kishilik. Bir kishiliklar mana bu yerda ekan. Xo'p, mana bir kishiligimiz, azizlar, bu 360 gradus aylanar ekan. Bemalol aylantirsalaring bo'laveradi. Ya'ni uyda o'sha yoshlar, bolalar bemalol o'sha uchib, ya'ni ko'chaga chiqmay shu uyda kachalab yursa ham bo'laveradi. 360 gradus aylanar ekan. Xo'p, buni ham materiali o'sha ratandan qilingan, temirlari o'sha zanglamaydigandan. Xo'p, buni narxi necha pul?
Buni narxi 1.700.000 so'm. 1.700.000. Buni narxi 1.700.000 ekan. Ya'ni 2 kishiligimiz 2.200.000, bir kishiligimiz 1.700.000 so'm. Xo'p, Shohrux Bey, buni endi mahsulotimiz, ya'ni ichidagi, bu materialdan qilingan, ya'ni bu sintifon ekan. Xo'p, bu mana azizlar yumshoqqina, yana ham yumshoqqina bemalol o'tirganingizda, ya'ni botmaydi. Yumshoqqina farzandlaringiz ham, kichkina farzandlaringiz ham o'tirsa, qattiq tegmaydi, bemalol yumshoqqina o'tirishlari mumkin. Xo'p, endi bu necha kilo ko'taradi? Qani bitta o'tirib ko'raylik-chi. Xo'p, maksimalli 130-140 kilogacha ko'taraveradi. 140 kilogacha ko'taraveradi. Egilib ketmaydi, egilib ketmaydi. Bukilmaydi, egilmaydi. Mana o'tirganda ham men o'zim ham yumshoqqina o'tirdim. Bemalol, misol farzandingizni ham olib o'tirsangiz bo'laveradi. Men o'zim ham 80 kiloman. Aytaylik, farzandingiz 20 kilodir, 15 kilodir, bemalol yoningizga 2 kishini olib qo'yib o'tirsangiz ham bo'laverar ekan azizlar. Ya'ni o'sha bir kishilik bo'lsa ham 2-3 ta bolalar bilan bemalol o'tirsangiz bo'laveradi uyda. Ya'ni bu ham kachelyamiz, ya'ni o'sha tebranadigan va aylanadigan turlari bor. Xo'p, endi bu sintifonlari agar yomon bo'ladigan bo'lsa, yomg'irda qolib ketsa yoki bir yomon bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilsalarini yetkazib berishadi bularni ham. Ya'ni o'sha ranglariga qarab har xil ranglarni qo'yishlari mumkin. Xullas, bunga yashil ham yarashaveradi, sariq ham yarashadi. Mana tillo rang bor ekan bemalol. Sabzi rang qo'yishlari mumkin. Ya'ni o'sha dizaynga qarab turib, mana oqimizda ham ziloniy turibdi. O'ziga xos, ya'ni o'sha rangda moslashib turibdi. Stullarimiz tepadan tushib ketadigan bo'lsa, mana hech narsa qilmaydi. Ya'ni mustahkam taylari ham qilingan, ya'ni o'sha chirimaydi, boshqa bo'lmaydi. Issiq kunlarda ham, issiq yerlarda ham, asfaltlarda ham yaxshi holatini asrab turaveradi. Xo'p, bu mahsulotlarimizni keling yaqinroq. Bu mahsulotlarimiz mana ichidagi o'tadigan bo'lsak, ya'ni tashqi tomondan sizlarga ko'rinmaydi bu narsa. Ya'ni bir xil joylarda nimaga arzon deyishlaring mumkin. Ya'ni bu mahsulotni ichida qanaqa temir qilingan, ya'ni qanaqa metaldan yasalganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu ya'ni turbamiz, temirimiz nechilikdan qilingan bu endi narsa? Bu turbamiz 20.08 deyiladi, qalinligi 0.8. 0.8 azizlar, 0.8 ekan. 20 bo'ladi. Bir xilgilar 20.07 ham ishlatishadi. 20.07 ham ishlatishadi. Shuni hisobiga narxi tashlaydi. Shuni hisobiga bizniki o'sha Toshkent 20.08 turbalarda ishlatiladi, foydalanadi. Demak, Toshkentdan kelar ekan bu temirlari. Bu korxonamiz, ya'ni o'sha Eko Mebel Uz korxonamiz shu temirlarga, ya'ni o'sha 0.8 dan qilingan temirlarga ushbu ratan mahsulotlarini chiroyli qilib yasab sotishadi. Xo'p, endi aytaylik, men o'zimga bitta olarman. Ulgurchi o'sha akalarimiz, ya'ni o'sha vohadan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan oladigan bo'lsa, endi ular chet el bo'lgandan keyin hech qachon bitta olmaydi, bittani o'zidan oladi. Aytaylik, sizdan 10 ta oladi yoki 20 ta oladi. Aytaylik, shu mahsulotimizni, mana 8 kishilik mahsulotimizni ulgurchi akalarimiz 10 ta oladigan bo'lsa, mana azizlarga qanchadan qilib berasiz shuni mahsulotni, misol 10 ta oladigan bo'lsa? Xo'p, 10 ta nima qo'shib berasiz? 10 ta oladigan bo'lsa, bonusiga mana shu kachelarni qo'shib berib yuboramiz. Mana azizlar, mana shundan 8 kishilik ratanimizdan ulgurchi akalarimiz 10 ta oladigan bo'lsalaring, evaziga mana shu kacheliyamiz, ya'ni bir kishilik, bu adashmasam 1.700.000 turadi. 1.700.000lik kacheliyani shuni sizlarga bonus sifatida qo'shib beriladi. Xo'p, bu 4 kishiligimizni oladigan bo'lsa-chi 10 ta. Ular ham har xil olishlari mumkin-da, bitta uni olmaydi. 4 kishiligimizni oladigan bo'lsa-chi, marojxonasiga, bariga bunga nima qo'shib berasiz? Xo'p, 4 kishilikni oladigan bo'lsa, 10 ta, o'sha 15 ta nimasi qiladi. Bitta yana 4 kishilik qo'shib beramiz. Yana bitta qo'shib berasiz. Tushunarli. Bundan ham 10 ta oladigan bo'lsalaring, bitta bonus sifatiga qo'shib beriladi. Xo'p, bu ham o'sha bu kabi bir xil. Bir xil. Xo'p, aytaylik, bu 2 kishilik kachelangizni oladigan bo'lsa-chi, bunga 10 ta oladigan bo'lsa, bundan. Kishilik kachelarimizdan xarid qilishadigan bo'lsa, o'sha 10 komplektdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'sha 11-sini bonus sifatida qo'shib beramiz. Demak, azizlar, har bitta narsani, har bitta mahsulot, turdagi mahsulotni 10 ta oladigan bo'lsalaring, xuddi o'sha mahsulotdan bittadan qo'shib beriladi. Lekin bunga, bu 8 kishiligimizga faqat shu kachelarni qo'shib beriladi. Ya'ni 1.700.000 kachela qo'shib beriladi.
Xo'p, bu mahsulotlarimiz mana 10 xil rangi mavjud ekan. Sizlarga qaysi rang ma'qul keladigan bo'lsa, aytsalaring, o'sha rangdan zakazga ham qilib tayyorlab berishadi, xudo xolasa. Do'stlar, azizlar, ko'rib turgan mahsulotlaringizni zakaz bermoqchi bo'lsalaring, ulgurji zakaz bermoqchi bo'lsalaring, quyidagi havola orqali nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani, Hamza shaharchasi. Shoruxbekga murojaat qilaverasizlar. Quyidagi raqamlarga telefon qilinglar. Azizlar, sizlarga juda ham katta chegirmada mahsulotlarni mana beradi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mavjud. Rahmat.